Monza zo'r, Gentra'dan o'lsa o'liga ortiq deb rosa gapirgandinglar. Mana Monzani ham olib ko'rdik. Oradan 1 yil vaqt ham o'tdi. Haqiqatan ham shunaqa yaxshimi yoki odamlar shunchaki bekor gapni gapirishdimi? Monza olmoqchi bo'lgan odamlar bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu narsa sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Mahmud Sobirov va bugun 1 yillik Monzaga nima bo'lganini ochiq-oydin ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. 25 million so'm. Aynan shuncha summani 11 oy ichida Chevrolet Monzamga faqatgina benzin uchun xarajat qilibman. Agarda shu mashinaning o'rnida menda taxminan Zikr 007 bo'lganida, kelinglar misol uchun batareyasi 75 kWh versiyani olamiz, orqa privodlisi. 33 ming kilometr yurish uchun Zikr 007 da taxminan 66 marotaba quvvatlashim kerak ekan. Yurish masofasini o'rtacha 500 km hisoblasak ham, uyda quvvatlaganimizda bu taxminan 4 million 5 million pul bo'lar ekan. Agarda men Zikr 007 bo'lganda va uni ko'chada quvvatlaganimda, xarajatim o'rtacha 12-13 millionni tashkil qilgan bo'lardi. Lekin mashinani olgan paytimda bundan boshqa tanlovim bo'lmagani va eng asosiysi finans, ya'ni pulim bundan yaxshiroq yetmagani uchun ham benzinli Chevrolet Monzani olganman va meni taxminiy xarajatlarim faqatgina benzinga shu bo'ldi. Undan tashqari, avtomobilning korobkasi va tortish tizimi shunchalik to'poyki, albatta asabingizga tegadi. Mana masalan, gaz pedalini oxirigacha bosaman, taxminan 2-3 soniyadan keyin baqirib boshlaydi, lekin shunda ham zo'r tortib ketmaydi. Va eng asosiy meni asabimga tegadigan narsa bu korobkani peredachalarga olib o'tishi. D yoki R ga olganingizda 2-3 soniya o'ylab turadi. D ga oldingizmi? Ha. R ga oldingizmi? Ha. Xuddi shunaqa qilib ishlaydi. Bu haqiqatan ham odamning joniga tegadigan narsa. Tasavvur qilinglar, mashina ko'p ketayotgan yo'lda tez orqaga burilmoqchisizlar. Mayli, hurmat yuzasidan kimdir sizni o'tkazib yubormoqchidir, lekin korobkangiz to'poy bo'lgandan keyin bu narsani tez qilishi iloji yo'q. Men shu narsadan qutulish uchun borib alohida pulga bunga sport proshivkasini ham o'rnatib keldim. O'ylashim bo'yicha men o'zimni sport proshivka qo'ydirdim-ku, zo'r yuryapti deb ishontirib qo'ydim. Lekin faqatgina xarajat ko'paydi, tortishi bo'lsa unchalik ham zo'r bo'lmadi. Agarda sizlarga yaxshi tortadigan, xarajati kam, barcha qulayliklari bor mashina kerak bo'lsa, yaxshisi byudjet segmentga mansub, narxi sifatiga to'g'ri keladigan yaxshi elektromobil sotib olinglar. O'zbekistonda hozir har bitta nuqtada quvvatlash stansiyalari mavjud va elektromobil sotib olganinglarda o'zingizlarda qo'shimcha stansiya bo'ladi. Uyga o'rnatib qo'yasizlar, bemalol suv tekin quvvatlab elektromobilda maza qilib yurasizlar. 33 ming kilometrdan keyin mashinamni texnik holati qanaqaligini tekshirish uchun Avtodoktor servis markaziga keldik. Rustam akam hozir mashinamni to'liq o'rganib ko'rib chiqdilar. Aka, nima deysiz? 1 yil ichida nimalar ketgan? Navbatda amortizator chashkasi zavod berib qo'ygan уже. Supurti, do'konning работа ishi bor. Yurlovoy suxarigida. Davomsiz efekt. Iloji bo'lsa 30 mingdan oshirmas kerak, pattashga qo'yish kerak mashinani. Korobkalar ham iloji bo'lsa 7 kilovatt minggacha. Iloji bo'lsa sani blok rezigarani almashtirib olgan yaxshi 30 mingdan 40 minggacha amliki. Umri. O'rtacha nima deb o'ylaysiz? Taxminan qancha xarajat bor? Taxminan. Taxminan deydi bir 3 bor aka. 2-3 ming? Lekin yumshoq yuradi. O'rtoqlar, agarda sizlar ham yangi Chevrolet Monza xarid qilaman desanglar, 1 yildan keyin sizlarni taxminan shunaqa xarajatlar kutyapti. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. Men shahar ichida unchalik katta tezlikda yurmaganman. Agar sizlar viloyatlarning orasida qatnaydigan bo'lsanglar, taksi qiladigan bo'lsanglar, bu xarajatlarning umri menikichalik 1 yil emas, undan qisqaroq bo'ladi. Ko'rdinglarmi eshiklarning zo'r yopilishini? Sizlar o'ylaysizlar, zavod tarafdan shunaqa qilib beradimi? Yo'q. Men 4 ta eshikka o'z yonimdan xarajat qilib, shovqin izolyatsiyasi qildirganman va eshiklarni regulirovka qildirganman. Agarda bu ishlarni qilmaganimda, xuddi o'sha Gentralarga o'xshab musor yopilardi. Eshityapsizlarmi? Bu ovoz agarda sizlar mashinani yopib quflamasdan ketsanglar, 3 marta signal beradi. "Oy, mashinangni yopib ket, ochiq qoldi" deb. Bu ham zavod tarafdan berilgan narsa emas. Bu alohida tizim o'rnatganman. U tizim ham oyna va lyukni yopadigan tizim. O'ziga yarasha minuslari bor, buni sal keyinroq gapirib beraman. Tashqi ko'rinishda ozgina o'zgarishlar qilganman. Mana masalan, old kapot va pastki qismini broneplyonka, faralarni qoraytirganman va mana bu tumanka deb nomlanadigan yoritgichni o'rnatganman. Sizlarga bitta spoiler. Agarda Monza olib tumanka qo'yaman desanglar, bu narsa tumanga umuman yordam bermaydi. Shunchaki chiroy uchun. Yana bitta asosiy narsalardan balon va diska. O'rtoqlar, mashinani olganimda
Taxminan 3 oydan keyin chiroyli diska qo'yaman deb borib 17-o'lchamdagi diskani taqib keldim. Lekin mashinam o'shandan keyin taxtaga o'xshab yuradigan bo'lib qoldi. 4 oy o'tib, mashinam shaqillab ketgandan keyin majbur bo'lib, u diskalarni yechib, o'rniga o'zini zavod tarafdan beriladigan qora diskasini olib, yangi balonlar taqib qaytarib qo'ydim. Bu menga 2 barobar xarajatga tushdi. Va yana bitta narsa. Qora rangli mashina. Men buni o'zim sevib xarid qilganman, lekin sal qirilsa ham ko'rinadi. Mashinani yuk kelganingizdan keyin 10 minutdan keyin chang bo'lib qoladi. Qora mashinaga qarash shunchalik qiyinki, agarda sizlar mashina olmoqchi bo'lsanglar, bu narsani umuman tavsiya bermayman. Albatta, O'zbekistonning sharoitiga qarab. Meni ham keyingi mashinam o'ylashim bo'yicha 100% qora rangda bo'lmaydi. Chunki mashinani taxminan 3 oy oldin polirovka qildirdim. Hamma joyda pauchina, eshik ruchkalarini oldida chiziqlar bo'lib yotibdi. Shuning uchun ham o'rtoqlar, yoki to'liq broneplyonka qildiringlar, yoki bo'lmasa qora mashina olsanglar, katta xarajat va ko'p vaqtingizni sarflashga tayyor turinglar. Mashinaning yukxonasiga spoiler, logotipni qora ranglisiga almashtirganim, mana bu yerdagi yozuvlarni olib tashlaganim va faralarni qoraytirganim uchun ham Monzaga emas, qanaqadir BMW 340i larga o'xshab ketadi. Endi bu meni o'zimning fikrim. Qaysi mashinani eslatib o'ryapti? Izohlarda yozib ketinglar. Bitta kamchiligi, mashinani yukxonasi yoki salondagi tugmacha yoki pultdagi tugmachadan ochiladi. 2 marta bossangiz ochilishi kerak. Lekin agarda siz sal uzoqroqqa o'tsangiz, uni tugmachasi yaxshi ishlamaydi. Hozir ishlab ketyapti. Ora-orada men yoniga kelib, yaqin kelib bosishim kerak. Bo'lmasa ochilmaydi. Lekin eng yoqadigan narsa, men mashinaga gaz qo'ymaganman va olganimdan beri faqat 92-benzin qo'yganman. Shuning uchun ham yukxonam keng, har doim hamma narsam siqqan. O'ylashim bo'yicha katta oilali odamlarga ham bu yukxona yetarli bo'ladi. Davom etamiz. Avtomobildagi aqlli tizimlar. Chevrolet Gentra'da yo'q narsa, ya'ni avto hold va start stop tizimi. Avto hold bo'lgani yaxshi. Misol uchun svetoforda to'xtaganingizda tormozni bitta bosib qo'yasiz, o'zi ushlab turadi, oyog'ingizni pedaldan olib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin gazni bosib yurib ketaverasiz. Tepaliqlarda to'xtab qolganimda avto hold ishga tushadi, lekin gazni bosganimda avto hold o'chib mashina harakatlangunicha mashinam sekin orqaga yurib boshlaydi. Bu yana bir marta korobkani to'poyligi va avto hold tizimini unchalik ham yaxshi ishlamasligini isbotlab beradi. Start stop tizimi bu ham juda yaxshi. Benzin xarajatini iqtisod qilish uchun, kamroq xarajat qilish uchun o'yilgan narsa. Borligi zo'r, menga yoqadi, lekin tasavvur qilinglar, har bitta svetoforda to'xtaysiz. Dvigatel o'chadi. Keyin gazni bosasiz, yana ishga tushadi. Bu birinchi o'rinda dvigatelning o'ziga va akkumulyatorga stress. Shuning uchun ham iloji boricha uni o'chirib qo'yishga harakat qilaman. Mashinani olganimda ba'zi bir ekspertlar start stop tizimini o'chiradigan 100 ming so'mlik relay borligini menga taklif qilishdi, lekin men bunaqa tizimlarga chetdan aralashishni xohlamadim. Shuning uchun ham bu ishni qilmadim. Mayli, kerak bo'lsa o'chirib qo'yaman dedim. Ammo endi biz o'zbekmiz. Har qanaqa mashina olganimizdan keyin alohida pul evaziga tuning qilishni yoqtiramiz. Mashinamda avtomatik tarzda oynalarni ko'tarib tushiradigan va lyukka yopadigan tizim yo'q edi. $50 evaziga bu tizimni qo'ydirdim. Bu tizim orada yaxshi ishlaydi, birda ishlamay qoladi, qanaqadir kamchiliklari bor. 100% zo'r ishlab bermaydi. Albatta bu zavod tarafdan o'rnatilgan narsa emas. Salon bo'yicha ham kamchiliklar yetarlicha. Birinchi o'rinda o'rindiqlar. Stok holatda avtomobilni xarid qilganingizda charm bilan qoplangan o'rindiqlar bilan keladi. Bu narsa yozda shunaqa qizib ketadiki, qishda shunaqa sovib ketadiki, o'tirsangiz orqangiz yoki kuyadi yoki muzlaydi. Shuning uchun ham yangi mashina xarid qilganingizda albatta chexol taqishingiz kerak. Iloji boricha o'rtasi matoligidan taqing. Salonning sifati, plastiklari qattiq, g'ichir-g'ichir albatta bor. Sal qirilgani ham qolib ketadi. Endi salonning ovozini gapirmasa ham bo'ladi. Ekonomiya, ya'ni iqtisod qilingani ko'rinib turibdi. O'rtoqlar, mashinani g'ichir-g'ichirini faqatgina shovqin izolyatsiyasi bilan ketkizsa kerak. Chunki men 4 eshigini shovqin izolyatsiyasi qildirganman, old panel qilinmagan. Shuning uchun ham asabga tegadigan ovozi bor. Yaxshi hamki bu DVS, ya'ni benzinli dvigateli bor. Hech bo'lmasa ovozini kompensatsiya qilib turadi. Agar elektromobilda bu g'ichir-g'ichir bo'lsa, menimcha bundan ham balandroq chiqib asabingizga tegsa kerak. Yana nima? Markaziy displey. O'ylashim bo'yicha bu displeyni bir 100 ta vazifasi bo'lsa, ishlatilinadigan 3 ta. Orqa kamerani ko'rish, mana bu video registratorni ko'rish va CarPlay ishlatish. Displey juda ham tupoy. CarPlay ham tupoy. Chunki CarPlay boshida olganimda yaxshi ulanayotdi, ammo qotib ishlayotdi. Undan keyin avtomobil telefonni Bluetooth'ini ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Keyin shnur orqali o'ylaydigan bo'ldim, unda ham yaxshi ishlamaydigan bo'lib qoldi. Va eng asosiy menga yoqmaydigan narsa,
Monzani akustika tizimi shunchaki rasvo darajada va undan ham pastroq. Mashinani olganimda ovozi shunchalik yoqimsiz ediki, $100 evaziga oldi ikkita kolonkani almashtirganman va bu hech qanaqa natijaga olib kelmagan. Undan keyin tanishimga borib, orqasini kestirib, qimmat pul evaziga, aniqrog'i $200 evaziga ikkita kolonka va усилитель, ya'ni kuchaytirgich qo'ydirdim. Shundan keyin bo'lsa, yana hech narsa o'zgarmadi. Qandoq bo'lgan bo'lsa, sal ovozi yaxshilashdi. Eshitishim bo'yicha bu muammo uni miyasida, ya'ni displeyi miyasida ekan. Yaxshiroq ovoz kerak bo'lsa, miyani boshqatdan yaxshirog'iga almashtirib, nimadir qilishingiz kerak ekan, xullas katta xarajat. To'g'risi, menga akustikasi umuman yoqmaydi, shuncha xarajatdan keyin ham hech narsa o'zgarmadi. Menimcha bunga ko'nikib yashash kerak. Yana bitta kamchiligi tomi. Tom qismi oddiy mato va oq rangda. Olganlardan keyin iloji bo'lsa pulni ayamasdan qoraga almashtirib yuboringlar. Chunki juda ham tez kir bo'ladi. Lukka ochasiz, mana bu quyoshdan to'suvchi visorni tushirasiz, tez kir bo'lib ketadi. Kimchisiga qildirmasangiz ko'rinib qoladi. Pashshalar ham o'tirib tashlaydi. Shuncha yomonligi bor. Lekin buni raqobatchilari kim? Bizning bozorimizda Onyx va Chevrolet Gentra. Shuncha kamchiliklarga qaramasdan yuqorida aytib o'tgan ikkita mashinamdan ham salonni dizayni va sifati ancha yaxshiroq. Esinglarda bo'lsa, Onyxni ham obzor qilgandik. Saloni tufta bo'lib yotibdi. Oddiy qattiq taqir-tuqir plastik. Gentrani old paneli yumshoq plastikdan, lekin sifati unchalik zo'r emas va dizayni ham eskicha. Monzada eng yoqadigan narsa bu rul. Rul boshqaruvi menga yoqadi, rulni tuzilishi ham, dizayni ham menga yoqadi. Ko'nglimni ko'tarish uchun mana bunaqa arzon-garov tuningchalar qilib qo'yganman. Endi rulli chexol yomon bo'lib ketmasin deganman-da. To'g'risini aytsam, orqa salonda o'tirib ketish qanaqaligini unutib ham qo'ygan ekanman. Mashinamni olgandan beri menimcha uzog'i 5-marta orqa salonda o'tirishim. Esinglarda bo'lsa, Monza endi chiqqanda hamma saloni keng ekan, Malibuga o'xshar ekan deyishgandi. Haqiqatan ham shunaqa. Orqa o'rindiqlari yumshoqqina, 3 ta odam sal qiynaladi-yu, lekin 2 ta odam bemalol ketadi. Joy yetarlicha keng. Juda ham oyog'ingizni cho'zib olib, yotib olib ketasiz deya olmayman, lekin orqa saloni yetarli darajada keng. Ammo bu yerda hech narsa yo'q. Ya'ni tirsak qo'yish uchun joyi yo'q. Mana misol uchun USB-lari yo'q. Telefonni zaryadka qilsa bo'lmaydi. Hech nima yo'q. To'g'risi, o'rindig'i yumshoq, shunchaki o'tirasiz, ketasiz, bo'ldi. Kamchiligi faqat xarajati bilan tugab qolmaydi. Birinchi o'rinda, o'rindiqlarda isitish, sovutish tizimi yo'q. Qishda, yozda qiynalasiz. Agarda bu narsalar kerak bo'lsa, alohida pul evaziga qo'shimcha tizimlar o'rnatishingiz kerak. Lekin bunaqa alohida o'rnatilgan tizimlar ham ko'pincha holatlarda sizlarga pand beradi. Mana misol uchun o'zim ham avtomobilni pultdan zavod qiladigan tizimni o'rnatganman. Bir kun kechasi avtomobilimni qulflab uyga kirib ketsam, ertalab qo'shnim telefon qilib uyg'otyapti. Qara, mashinang ertalabgacha yoniq qoldi deb meni uyg'otyapti. Yugurib chiqsam, haqiqatan ham mashina kechasi bilan yoniq turgan, to'liq bak benzinim shunchaki tugagan. Mayli, men bitta bak benzin bilan qutulibman. Xudo ko'rsatmasin, qanaqadir tizimlarida zamykaniya bo'lib mashinam yonib ketgandachi. Shunaqa vaziyatlar ham bor. Agarda sizlarga ko'p funksiyali mashina kerak bo'lsa, yaxshisi qimmatrog'ini olinglar. Do'stlar, Monza haqida yuqorida gapirib o'tilgan barcha kamchiliklar bu 1 yil davomida shaxsan o'zim ushbu mashinada ko'rgan, bilgan va his qilgan narsalarim. Agarda sizlar ham Monzani egasi bo'lsanglar va bundanda ko'proq kamchilikka guvohi bo'lgan bo'lsanglar, albatta izohlarda yozib ketinglar. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki tez orada biz Xitoyga safar uyushtiramiz va u yerdan eng qiziqarli yangi modellarni sizlarga taqdim etamiz. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi. Meni kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.